Qarshida mana shunaqa tabriklash xizmatlar narxlari qancha? Hozir hammasini birma-bir ko'rib chiqamiz. Xizmat narxlari 300 ming so'mdan boshlanadi. Orqamda turgan tabrik xizmati 400 ming so'mlik xizmat. Bunda dugonajon yozuvi yoki jannatim onam, davlatim otam, akajon yoki shunga o'xshash любой yozuv, prezidentskiy stoyka, qizil yo'lak, kolonka, chiroqlar, gulli vazalar va bijilloq xlopushkalar bo'ladi. Agar boshlovchi xizmat qo'shiladigan bo'lsa, 100 ming yoki 200 ming so'mlik yaxshi boshlovchilar bo'lsa qo'shilar ekan. Sizni yaxshi ko'raman, onajon yozuvlar bilan narx 1 million so'm bo'ladi. Video tahlil berish va boshlovchi xizmati ham shu narx ichida. Davlatim otam va jannatim onam yozuvlar birgalikda qo'yiladigan bo'lsa 1 million so'm bo'ladi. Mobilograf xizmati va boshlovchi ham shuni ichida. Shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi raqamlarga bog'lansanglar, chiroyli qilib, ko'ngillar kerak qilib o'tkazib berishadi. Bilasizlar, hamma narsani reklama qilib olmayman.